Shok xabar. 2026-yilning yanvar oyida pensiya to'lovlari qanday tartibda amalga oshiriladi? Barcha savollar aniq javob berildi. Hammasi ushbu videorolikda keltirilgan. Ushbu videorolikda pensiya haqidagi so'nggi yangiliklarni, ma'lumotlarni keltiramiz. Hoziroq tomosha qiling, o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, bizni kuzatib turgan aziz do'stlar. Ushbu videorolik tarqalib, barcha pensionerlarga ham yetib borishligi uchun iltimos o'z hissangizni qo'shing. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, 2026-yil yanvar oyida pensiya to'lovlarini naqdsiz shaklda oluvchilarga mablag'lar to'liq 100% moliyalashtirildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilning yanvar oyi to'lov ro'yxatiga kiritilgan 4,2 million nafar pensiya oluvchilar uchun talab etilgan mablag'lar tijorat banklariga moliyalashtirib berildi. O'z navbatida, pensiya to'lovlarini naqd shaklda oluvchilar, ya'ni 3,8 million nafar yoki pensiya oluvchilarning jami 89% fuqarolarning bank kartalariga mablag'lar to'liq yuklab berilishi ta'minlandi. Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq pensiya pullarini naqd shaklda oluvchilarga pensiya pullari 6-yanvardan 27-yanvar sanalarigacha tasdiqlangan grafiklar asosida Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan yetkazib berilishini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabarlarimiz O'zbekistonda yashayotgan barcha pensionerlarga yetib borishligi uchun o'z hissangizni qo'shing. Kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videorolik srochniy tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.